Akalar bir oyda 24,000 kilometr masofani bosgan SVM G05 Pro avtomobilimiz. Ishonmaysizlar, hozir to'g'ri Rossiyadan kelayotgan ekanlar. U mana mashina ahvolidan ko'rsangiz ham bo'ladi. Balonlar matak такой zimniy qo'yilgan ekan. Orqadan ko'rib tursiz. Uzilba, ya'ni akamiz to'g'ri Rossiyadan kelib, Toshkentdagi bizning rasmiy dilerimizni bilib, ishlar tushib kelgan ekan, polikmi nimadir kelgan ekanlar. Momentdan foydalanib qolish, ishonib qolib kelgan joyim. Balonni ko'rib tursiz, hozir Rossiyada qish, qor juda qalin, temizlik balonlar bilan turibdi. Bir oyda 24,000 kilometr yurgan bo'lsa, shunda akamiz nima deydi? Dam olmasdan, kuniga umuman dam olmasdan turib haydagan bo'ladimi? Shunda qanaqa bo'ladi? Pastda yozib qoldirib izohlaringiz, men to'g'risi hisob-kitob ko'ryapman ham, nima deyishni ham bilmayapman, hisob-kitobga yeta olmayapman. Shuning uchun avtomobil qiziq bo'lsa, keringlar sizlar ham mana tayyor yurilgan holati. O'zi asli ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Lekin hozir yo'lga kelgandan keyin mana shu holatga kelib qolgan. Mashina qiziq bo'lsa sizlarga batafsilroq ma'lumot uchun pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilinglar. To'g'risi bundan zo'r videolarni hali xudo xolasa sizlarga ulashib boramiz.